Mana bu narsani qaranglar, aziz yurtdoshlar, men mana bu narsani hozir ko'rdim. Men hozir akam pasadga olib, ochingchi nima ekan bu mana. Aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum. Biz Vnukovo aeroportida 28-kuni kechqurungi holat akam Xudoga chiroyli qilib kutib oldik. Aka, Instagramdan ko'rib bilet olgan ekansan mendan. Instagramdan ko'rdik. Xudo xolasa. Endi mana Kutib oldik inshaalloh. Qani ketdik bo'lsa, ichkari holatlarni sizga ko'rsatib boraman. 28-iyun kechqurungi holatda Buxoro, Vnukovo Toshkent O'zbekiston havola 23:08 bagaj bilan Vodiyga, Vohaga Mashta bo'ladi registratsiya jarayoni. Xudo xolasa u yoqda 32:08 bagaj bilan O'zbekiston havolar ag'da ketyapti. 32:08 bagaj bilan xudo xolasa o'zimiz passajirlarimiz chiroyli qilib, aka nima gap? Sizni ham chiroyli qilib tegizdirib yuboramiz aka, xudo xolasa. Kelaverasiz aziz do'stlar, xudo xolasa. Havolar Mashta registratsiyasi bo'ladi. Bu tomonga yurmaysizlar. Faqatgina to'g'riga 18:31 ga yurasizlar. Mana shu O'zbekiston havolar bo'ladi aziz yurtdoshlar. Vnukovo Buxoro Yuter aviakompaniyada registratsiya boshlandi. Bemalol kelaverasizlar. Bugun 28-iyun kechqurungi holatda bagaj rushnolariga ehtiyot bo'lasiz, juda ham jostki tekshiradi. Rushnokalar 200 gramm ko'p bo'lsa ham 5,5 ming rubl shtraf qiladi. 71 dan to 74-stoygacha ketyapti registratsiya. Aviakompaniya Pobeda Vnukovo Toshkent xudo xolasa registratsiya boshlandi. Passajirlarimiz mashina 128 dan 140 gacha doim Samarqand, Toshkent, Qirg'iziston, O'shga mashina registratsiya bo'ladi. Rushnokalarga juda ham ehtiyot bo'lasizlar, iltimos qolaman. Do'stlar, xudo xolasa mana registratsiyani o'tishdi. Aka, qalay bo'ldi? Holat qanaqa? Mana o'zingiz internet tarmoqlarda meni ko'rib kuzatib, bilet oldingiz mendan. Va'daga vafo. Instagramdan ko'rib borardik. 16-iyun kuni Sayyoradan onlayn bilet oldik 28-iyunga. Va Ko'nglingizda qamaka hammasi? Gap yo'q. Mana bu narsani qaranglar, aziz yurtdoshlar, men mana bu narsani hozir ko'rdim. Men hozir akam pasadga olib, ochingchi nima ekan bu mana. Aziz yurtdoshlar, mana bu narsani men hozir ko'rdim. Bu nima ekan endi? Bu nima? Bu pasadga tanlov berganda mana shu narsani qo'shib beryapti. Aka, qo'shib berdim qo'lingizga? qo'shib berdim. Nimadir dedimi? Hech nima masalan shunday qo'shib berdi. Shunaqa narsani qo'shib beryapti ekan.